Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. 91 hadis yaxshiliklarga alg'asamoqni bo'ligidan. An Anasin radhiyallohu anhu. Anasdan o'zg'ar Alloh rozi bo'lgur. Anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ne? Axaza sayfan yawma Uhudin faqal. G'ilishni alib deb aytdi. Bir g'ilishni alib. Uhud g'azawatda shogun aytdi dey. Man ya'khudhu minni hada? Kim shu g'ilishni mendan oladi degan. Ay meni yavushib oladi degan ma'no tugul. Shu g'ilishni men birovga bir savat etmoqchiman. Fabasatu aydiyahum. O zaman ular barisi de qo'llarini uzatdi dey. Kullu insani minhum, barisi de ulardan ayta ana men alaman deb esine girgan bulay savat etmoqchi payg'ambar alayhisalomni. O zaman payg'ambar alayhisalom aytdi: "Faman ya'khuduhu bihaqqihi." Kim shu qilishni, to'ys haqin berib oladi degan. Fa ahjamal qavmu, o qavm to'xta oldi dey. Faqala Abu Dujana radhiyallohu anhu. Abu Dujana degan ashaba Alloh razı bo'lgur. O aytdi: "Ana akhuzuhu bihaqqihi." Men alaman shuni haqlari bilan degan. Akhadahu shu qilishni alib, fafalaqa bihi shu qilish bilan yardi hamal mushrikin, mushriklarni boshlarini. Getlarni qilishni haqi nedir? Qilishni qo'llamoq. Mashina kim oladi desang, haydamoq mashinani. 7 yoshli kim olsa ashaqmoq. Qilishni haqi shu bo'lgan. Savg'at etganni, savg'at etganni alib, kitobda savg'at etganni alib bar haq bo'ladi, to'g'rimi? Shu kitobni haqi bilan kim oladi desam, shuni anglamatar, shuni o'qib, o'rganib, shuni bilan o'rgatmoq odamga, shuni bilan amal etmoq bo'lib to'xtaydi. Shuningdek, shu qilishinde haqlari. Bu hadis anglata Abu Dujanat degan ashaba nechik qo'rqmagan qo'chchoq ashaba bo'lgan. Alloh uchun jon bermagan, g'azavotga kirmagan. Bu hadis anlatmay qalgan birisi ashabalar qo'rqqan degan. Ular to'xtamaqligi haqin yuritib bo'lmay qolar mumkin, so'zima xiyonatchi qolar mumkin degan zatdan qo'rqib, nega to'lese onun qilichi usloviyasi kuchledi. Haqin yuritib degan edi payg'ambar alayhisalom. Ondan qo'rqqan edi bu. Ammo boshlab balida almas suygani xinjalban o'zlar bo'lgan kuyda yavushar bizda degan zaman almas suygan edi. Bu hadis anlattı, kim bir işini başını tutsa, şunun polni haqini yurupmaqni haynetme tarix keyin. Qiliç aldığımızda qilichni haqlarin polni yurupma haq qasetme tarix keyin. Gerti kuyda Allah bizga nasip etsin. Nizatni başını tutsak da şu işimizni gerti kuyda haqlarin yurupmaga ve tavfiq da versin ya Allah. Velhamdülillahi Rabbil alamin. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا